Bir 18 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Nechta do'koningiz bor? Do'kon bor, o'zimizga yarasha emas, sir bo'la qolsin endi. Sir bo'lmasa 3 ta do'konim bor. 4 yildan beri savdo qilaman. Abu Sahiyda 10 ta do'konimiz bor. 10 yildan beri faoliyatimni olib boraman. 5 yildan beri shu ishda ishlaymiz. Mana shu bitta do'konda. 1993 yildan beri konkretno savdo bilan shug'ullanaman. Do'konim ikkita, 3 ta do'kon, ikkita emas, 3 ta do'kon, uchinchisi hali yuritilmadi. 15 yildan oshdi shu yerda ish boshlaganim. Ersa yaxshi. Endi ko'proq o'ziga tanlov beraman-da. O'zi xohlagan kasb egasi bo'ladi. Qizim hozir san'atkorlik sohasida, aktrisalik sohasida, o'g'lim endi biznesmen bo'lishini xohlayman. O'g'lim bor, Muhammad loyiq, doktor bo'lishini xohlayman. Muslima qizim bor, u ham doktor. Farzandim savdogar bo'lishini xohlayman. Hozir Angliyada o'qiyapti, biznes yo'nalishida. Farzandlarimiz ko'p-ku, endi doktorlikni Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish bo'yicha 100% natija ko'rsatib, nufuzli universitetlar talabasiga aylanishdi. Aljabr bitiruvchilari nafaqat davlat tomonidan tasdiqlangan shahodatnoma, balki buxgalteriya bo'yicha mutaxassislik diplomiga ham ega bo'lishadi. Maktab tomonidan berilgan buxgalteriya diplomi davlat va xususiy korxonalarda to'liq amal qiladi. Endilikda yangi filial ochilishi orqali yana bir necha yuz nafar o'quvchi mana shunday nufuzli maktab o'quvchisiga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aljabrning yangi filiali haqida batafsil ma'lumotni video ostidagi havolani to'ldirish yoki 55 kodi bilan 58485 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali bilib olishingiz mumkin. Aytgancha, yangi filialga 2 tadan ortiq farzandini o'qishga bergan, atiga 12 nafar ota-onaga keyingi farzandlari uchun mutlaqo bepul ta'lim olish imkoniyati ham taqdim etiladi.